Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu Marmara baliqxonasidan bugun 1 kilo baliq yutib olishingiz mumkin. Nima ish qilasiz? tadbirkorman. Biznesmen. Uzr, hozir 1 minut. Qarang, anaqa bugun o'qituvchilarga aksiya qilyapti-da. Agar malol kelmasa, qaytadan kirib o'qituvchiman deb bera olasizmi? Mayli, desam deb beraveraman. Qaytadan ozgina nima qilay, machoni kesib tashlaymiz o'zi. Qaytadan kelavering. Boshladik, ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Marmara baliqxonasidan aksiya 1 kilo tekinga baliq yutib olishingiz mumkin. Nima ish qilasiz? O'qituvchiman. Oh my god! Wow! O'qituvchi, ajoyib. Qo'y bizga to'g'ri keladilar. Qaysi fandan dars berasiz? Musiqadan. Musiqa dishing. Zo'rda. Lekin ko'rinishingizdan raqsdan dars beradigan o'qituvchiga o'xsharkansiz. Raqsdan beraveraman. Xo'p, tomoshabinlar uchun bitta qiziqarli endi. Mana bitta savol bersam, musiqada nechta nota bor? Kasbimni almashtirsam bo'lmaydimi? Rasmdan. Ha, mayli, rasm deb. O'sha kesib tashlaymiz, montaj qilamiz, xo'p. Demak, rasm chizishdan dars berar ekanlar. Mayli bitta savol bersam, uzr. Mona Lisa asarini kim chizgan? Yaxshi, Adil Kadir bo'la qolay. Maktabda Adil Kadir ekanlar, mayli. Tabriklayman, siz 1 kilo baliq yutib oldingiz. Rahmat. Bolalarni yaxshi o'qitib, yaxshi bilim bering. Rahmat. Kelajak yoshlar qo'lida.